Og'riqlar umuman yo'q desa ham bo'ladi. Birinchi kursda kelganimizda hasoga tayanib, qiyshayib, yurgandan keyin o'tirib olib. Bu bola kutmadi kutsani. Hormanglar qizlarjonlar. Assalomu alaykum. Chiqing sizni syomka qilamiz. Ha biz sizni izlab yotibmiz. Pastda kutdingizmi? Hop, Islom aka, qanaqasiz? Yaxshimisiz? Allohga shukr, yaxshi. Ikkinchi kurs lecheniyangiz? Ikkinchi kurs lecheniya. Xudoga shukr, ancha yaxshi. Bugun nechanchi kuni? 3-kun bugun. Bugun 3-kun lecheniyamiz. Xo'p, qanday o'zingizda nima sezdingiz? Nima o'zgarish bo'ldi? Og'riqlar ancha yo'q, umuman yo'q desa ham bo'ladi. Kichkina detallarni hisobga olmaganda hammasi joyida. O'zi bu ikkinchisi. Ikkinchisi. Birinchi kursda qanaqa keldingiz, eslaysizmi? Birinchi kursda kelganimizda hasoga tayanib, qiyshayib, yurish metrajlar juda kam edi. Bir 10 metr, 15 metr yurgandan keyin o'tirib olib, Necha marta savol beruvdingiz tikka yuramanmi deb? anchagina Nima qilish kerak, qanaqa o'zi bo'ladimi deb ishonuvdingizmi yo'qmi? ishonib kelganim uchun odamga qanchalik ishonch bo'lsa, o'shanga umid bo'lsa, shu bo'yicha Ketayotganingizda, mana o'shanda ketayotganingizda og'rig'ingiz qanaqa edi? og'riq oyoqda ozroq uvish bor edi ketayotganda. Lekin 10 kun, 15 kun orasida har bir anavi yo'qolib, oldingi qanaqa yurdingiz. tikka yurib, qanday yurgan bo'lsa oldin xuddi o'shana yurishdi. Vaqt davomida o'sha olingan lecheniyalarni yaxshiligini o'zini vaqt davomida davolanishini ko'rib, Bu yoqda qarang, ozgina og'riq bilan ketdingiz-ku. ha, Shu og'riqlaringiz yana uyga borib bosildimi yo'qmi? O'zgarish bo'ldimi o'zida? o'zgarish plyusga qarab og'riq, aytadi.